Diqqat qiling, tezkor ob-havo ma'lumotlari. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. O'zgidromet markazi respublikamiz hududida 3-iyundan 6-iyun kunlariga bo'lib o'tadigan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Bunga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Buxoro, Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. 3-iyun kuni ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lish kuzatiladi. 4-dan 6-iyun kunlari esa yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol g'arbdan sekundiga 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda shamolning tezligi 15-20 metrgacha kuchayishi, ayrim joylarda esa chang to'zonlar ko'tarilishi mumkin. Haroratlar kechalari 3-6-iyun kunlari 15-20 daraja, 4-5-iyun kunlari esa 13-18 daraja iliq bo'ladi. Kunduz kunlari 3-iyun kuni 26-31 daraja, 4-5-iyun kunlari 28-33 daraja iliq bo'ladi. 6-iyun kuni esa 30-35 darajagacha ko'tariladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo, Qashqadaryo hamda Surxondaryo viloyatlarida ham havo biroz bulutli bo'ladi. 3-4-iyun kunlari ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lish kuzatiladi. 5-6-iyun kunlari esa yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol g'arbdan sekundiga 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda shamolning tezligi 13-18 metrgacha kuchayishi mumkin. Chang to'zonlar ko'tariladi. Haroratlar kechalari 18-23 daraja iliq, kunduz kunlari 3 va 6-iyun kunlari 30-35 daraja iliq bo'ladi. 4-5-iyun kunlari esa 28-33 daraja iliq bo'lib turadi. Respublikamizning vodiy hududlarida, ya'ni Andijon, Farg'ona, Namangan viloyatlarida ham havo biroz bulutli bo'ladi. 3-5-iyun kunlari ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 6-iyun kuni esa yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol g'arbdan sekundiga 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 3-4-iyun kunlari 20-25 daraja iliq, 5-6-iyun kunlari esa 17-22 daraja iliq bo'ladi. Kunduz kunlari 3 hamda 6-iyun kunlari 30-35 daraja iliq bo'lsa, 4-5-iyun kunlari esa 28-33 darajada ko'rsatadi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.